Respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarida bitiruvchi talabalarni ish bilan ta'minlash va ularning amaliy ko'nikmalarini oshirish maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, Toshkent davlat texnika universitetida tashkil etilgan karyera kuni ham shu maqsadga xizmat qildi. Bugungi kunda mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, yoshlarni munosib ish o'rinlari bilan ta'minlash va ularning ijtimoiy faolligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Toshkent davlat texnika universitetida bo'lib o'tgan karyera kuni tadbirida ham 2025-2026 o'quv yilida bakalavriat hamda magistraturani tamomlayotgan talabalar bandligini ta'minlash, ularni ish beruvchilar bilan bevosita muloqotga kirishtirish, amaliy ko'nikmalarini oshirish va kelgusidagi mehnat faoliyatiga tayyorlashga qaratilgan muhim maydon hisoblanadi. Ushbu tadbirda 200 ga yaqin korxona vakillaridan ishtirokchilar qatnashmoqda. Toshkent davlat texnika universitetida bugungi kunda 4-kurs talabalarimiz 100% dual ta'lim asosida dars mashg'ulot tashkillashtirilmoqda. Bundan tashqari 2 va 3-kurslarimiz 50% ga yetkazildi. Bulardan asosiy ko'zlangan maqsad mana shu universitetni bitiruvchi talabalarimizni o'zlarining sohalari bo'yicha O'zbekiston iqtisodiga hissasini qo'shadigan mutaxassis bo'lib yetishib, o'z sohalarida ishlashini ta'minlash. Ma'lumki, ishlab chiqarish bilan uzluksiz integratsiyani yo'lga qo'yish, ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Yoshlarning ta'limga bo'lgan munosabati, ishlab chiqarishga bo'lgan munosabati bir-biri bilan chambarchas bog'lanib, bugungi kunda mana karyera kunida qilinayotgan har bir uchrashuvlar, bo'layotgan muloqotlar kelajakda bolalarimiz uchun, farzandlarimiz uchun, talabalarimiz uchun yirik natijalarga erishishga yordam beradi. Bitiruvchilarni ishga joylashtirish jarayonini samarali tashkil etish maqsadida universitetda maxsus taqsimot komissiyasi hamda fakultetlar kesimida ishchi guruhlar tashkil etilgan. Yil davomida ish beruvchilarning kadrlarga bo'lgan ehtiyojlari o'rganilib, yanvar-fevral oylarida, dastlabki mart-aprel oylarida aniqlashtirilgan taqsimot ishlari amalga oshirildi. May oyida esa yakuniy taqsimot o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda fakultetimizda 480 nafardan ziyod bitiruvchi talabalarimiz ushbu yarmarkada faol ishtirok etishyapti. 20 dan ortiq ishlab chiqarish korxonalaridan tashrif buyurilgan. Dastlabki taqsimot natijalariga ko'ra 80% dan yuqori talabalarimiz bo'sh vakant lavozimlariga ish bilan ta'minlanish jarayonlari yakuniga yetyapti. Qolaversa, ishlab chiqarish vakillari ushbu jarayonda faol o'zligini bo'sh vakant o'rinligi bilan kelishgan va yosh mutaxassislarni o'zligiga jalb qilish bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqdalar. Karyera kuni doirasida talabalar respublikamizning yetakchi sanoat korxonalari, xususiy va qo'shma tashkilotlar vakillari bilan bevosita muloqot qilish, bo'sh ish o'rinlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatini aniq belgilab olishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta, bu kabi tadbirlar talabalarga yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Ish beruvchilar uchun esa malakali va salohiyatli kadrlarni tanlashda samarali platforma bo'lib xizmat qiladi.